Salom hammaga. Katta kanalimda YouTube'da long formatida ko'rib turganimdan xursandman va kelinni uyiga keldik shogirdlarim bilan. Mana shu podest shu ichkariga qo'yib bergan dilladek klientda va bu anaqa fermalarimiz ichkariga kirmasa. Mana shu tashqariga qo'yadigan bo'ldik. Juda ham tashqari serqatnov mashina yo'l ekan, oxiri tupik ekan, o'tga ham kirishi o'zi emas. Xullas mashinalarni to'xtatib qo'yib ishimizni ham boshlaymiz. Ko'rib turganlaringdek 4x6 fermamizni quvamiz va shuni yig'amiz. 4x6 navesi yig'amiz va shunaqa razmerdagi dekoratsiyamizni qilib beramiz. Ko'rib turganlaringdek material olganman. Materialni qayerdan olding, nech pulga olding degan savolinglar uchun aytib o'taman. Abu Saxiyning yangi bozoridan F qatorida 94-do'kondan oldim. Bitta rulonni 900 ming so'mga sotib oldim. Sizga bo'lsa shu dekoratsiya uchun ikkita rulon kerak bo'ladi. Sababi menda shifonlarim ko'p bo'lgancha shifonlar bilan kombinatsiya qilib yordim va shularni ikkalasini aralashtirgan holda yasatib yordim. Bitta rulon kamlik qiladi bu dekoratsiya uchun, chunki bu yerda podezlarni yasatishimiz ham kerak, qo'llariga ham kerak va ortiqcha yana shifoningiz mana shunaqa materialingiz bo'lishi kerak. O'shaning uchun sizlarga ikkita rulon ketadi, ayniqsa 4 ga 10 qiladigan bo'lsa. Xullas sizlarga tushuntirib o'tdim va ko'rib turganlaringdek kacheli chiqaramiz. Kacheli mana shu materialdan juda ham zo'r chiqarkan. Savolinglar bo'lsa, nimalardir bilmayotgan bo'lsangiz, tushunmayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozinglar. Men shu kommentariyada javob berishga harakat qilaman. Mashit ko'targanda ham 4 ta teshikdan keyin ikkinchisi ko'tariladi. Birinchisi 4 ta teshik ko'tarilgandan keyin ikkinchi oyog'i ko'tariladi. Tushundingizmi? Hozir buni ichlikda olinadi, to'g'rimi? Acho pirpirayni ham bitta ko'rishim kerak. Nimani? Pirpiray. Oddiy pirpiray nima? Xullas, shu montaj qilayotgan jarayonimda ikkita videolar qolib ketibdi, olmadim. Sababi vaqtim bo'lmadi, orada esimdan chiqib qoldi. Men bu lentasi bor, men tepadimda tashab ketiladi-yu, tepaga bundoq qilibcha uzuncha tashab ketilgan lentani ko'pchilik savol beradi. Necha metrdan bichgansiz desa, 5 metrdan ovuring. 5 metr bichib olingda, mana shunaqa qilib keyin osiltirib ilib chiqsangiz bo'ladi. Qo'llariga bo'lsa 4,5 metr, 5 metrdan biching uzunligini. Endi siz karkazingizni qancha balandlikda ko'tarishingizga bog'liqda. Agar elevatorli ishlatadigan bo'lsangiz, albatta 5 metr, 5,5 metr biching. Agar o'zimizdan oddiy oyoqlardan bo'ladigan bo'lsa, 4,5 bichsangiz yetadi. Chunki uzoq 4 gacha ham ko'tarasiz, 3,5 4 gacha ham ko'tarasiz. O'shaning uchun yarim metrcha ozgina ortiqcha yerda turish kerak, trubalarimizni bekitish uchun. Keyin bu yog'iga o'sha lustrangizni xohlasangiz, lustrangiz xohlasangiz, aksessuarlar, xohlagan narsalaringizni detalkalar qilib ilishingiz mumkin, barglar qilib ilishingiz mumkin. Bu уже sizni fantaziyangizga bog'liq. Xullas ishimizni davom etamiz. Ko'rib turganlaringdek arka qo'ma, arkamni ham mana shu tashqaridagi navesimga mos qilib yasashim kerak. Men lekin bu yerdagi arkamdagi material shifon va uni kacheli sifatida yasatib berdim. Buni ham chetlariga xuddi navesimiz chetida qanaqa gul bo'lsa, bunga ham xuddi shunaqa gul qilib bir-biriga uyg'unlashtirgan holda chiroyli qilib arka qilib yasatib berdik. Rezultatni ko'ringlar, like va podpiska bosib qo'yinglar. Обязательно, albatta kommentariyada qanaqadir chiroyli bitta yaxshi so'zlar yoki savolinglar bo'lsa, savolinglarni beringlar. Qancha ko'p kommentariy yozilsa, shuncha ko'p videoim ko'riladi va bu narsa bu menga muhim. Xullas, keyingi videolarimizda ko'rishguncha